sekin gapirayotganimga e'tibor qilmaysiz, chunki hozir klinikadaman. Shu klinikada bemorlar bor va xodimlar ish jarayonida, shuning uchun sekin gapiryapman. Demak, hijama qiling, Ramazon oyida ro'za tutgan vaqtida qanday yana foydali tomonlari bor. Eng yaxshi foyda qiladigani bittasi bu har xil o'sma kasalliklarida o'sha kistalar yoki miomalar yoki saraton o'smalarida ham Ramazon oyida ro'za tutishning foydasi juda ham katta. Virusli va infeksion kasalliklarda ham foydasi juda ham yaxshi. Ayniqsa gemoroyda juda ham yaxshi foyda qiladi. Bundan keyin asosiysi umurtqa grijasida. Umurtqa, ya'ni bel umurtqa grijasining o'sha S1, L3, L4, L5 mana shu sohalarda bo'ladigan umurtqaning ichkariga kindikka qarab, ya'ni qorin qo'ygan holatda paydo bo'ladigan umurtqa grijasida juda ham katta yaxshi natija olishingiz mumkin. Shunchaki ro'za tutishning o'zi bilan agar unga biz gimnastikalarni qo'shadigan bo'lsak yoki haqiqiy ro'za tutishni amalga oshiradigan bo'lsak, haqiqiy ro'za tutish haqida keyingi videoda aytamiz.